sizlar. Hozir shilpildoq qilmoqchiman. Shilpildoni ana g'uromchasiga, lekin shirin chiqadi. Bu bizada indyushkani oyog'i. Mana ikkita menga yetadi, chunki hali yana karchka qilaman. Отдельно keyin sabzini отдельно pishirib qo'yaman. Piyoz, keyin o'shani отдельно qilib anaqa qilaman. Boshqa yo'q ekanda, ikkitani bu ham ko'p go'sht chiqadi. Agar shilpildoni Amerikada qilsanglar, endi ot go'shti bu ishlatilmaydi-ku. Imенно mana shu indyushkani go'shtidan qilsanglar, oyog'idan rosa zo'r chiqadi. Buni o'zi kecha yaxshilab tuzlab qo'ydim va ziralab qo'ydim. Hozir o'shaning uchun zira shundoq purlab yotibdi. Shunaqa pishib yotaveradi. Bizda o'sha kech payt bo'ldi. Mana o'sha pishirilayotgan sho'rvasida ham bitta katta karchka pishirib oldim va sabzi. Go'shtni mana hammasi pishib bo'ldi. Kubiklariga to'rab qo'ydim. Lazanyaga ishlatadigan plastinkalarni olib, mana shuni sho'rvasida hozir pishiramiz. Endi o'zingizlar qilsanglar yaxshiroq. Endi agar xamir qilib kelmasa, shu ham yaxshi. Buni yarimtaga bo'lsa bo'ladi, no birinchi pishib olsin, keyin bo'laman. Hozir bo'lsam kesilib ketadi. Pishsinchi. Mana o'sha pishib bo'ldi. Hozir endi boshqasini pishiraman. Xamiri shunaqa zo'r chiqdi, xuddi rostakasi anaqa o'zingiz qilgan xamirga o'xshab. Bu bolalarimga beryapman. Erim kech qovatdilar, bolalarim o'zi qorni och, o'zi ko'pincha kutamiz, ularni ovqatini beraveraman. Qorni ochib ketdi ularning. Ozgina sabzasini solamiz, karchkasini. Yo'q, qo'shib yubordim. Karchkasini ham beramiz.